Xonanda Munisa Rizayeva haqida kutilmagan xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalda yangilardan bo'lsangiz, obuna bo'lib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib ketishni unutmang. Xonanda Munisa Rizayeva o'zining Instagram sahifasida modaga oid o'ylantiruvchi fikrlarni bildirdi. San'atkor yozishicha, insonning uslubi do'konlarda emas, ichki his-tuyg'ulardan kelib chiqadi. Bu sotib olib bo'lmaydigan yagona narsa. Bu sizni yorliqdagi narxdan qat'iy nazar o'ziga xos uslubga ega qiladi. O'ziga xoslik bu trend emas, o'z tanlovingiz. Nusxalash emas, balki o'z hikoyangiz. Standartlar emas, o'z qulayligingiz, deb yozdi Munisa Rizayeva o'z postida suratlari bilan birga. Xonanda bu so'zlari bilan zamonaviy modaning asosiy qadriyati shaxsiylik va ichki erkinlik ekanini ta'kidladi. Unga ko'ra, kiyinishdagi eng muhim narsa o'zini erkin his qilish va boshqalarga o'xshashga intilmaslik, deyilgan xabarda.